Akavdek bu şirin sözleri, yıldızdek parasam gözler, yoshlikning bevubo ko'zlari, kelganda yakam o'zlari, keldilar qadrdon do'stlari. On sakkizga to'lib to'lmagan, yoshlik hali bo'ylab to'ymagan, do'stmadim tushlar so'ylagan, keldilar jonajon do'stlari, yoshlikda ko'rganlar ko'zlari. Qaldirg'ochlar qaytgandek takror, kelarlar josh urib har bahor, aytmoqda yurakdan dardi xor, muloyim mehribon so'zlari. Keldilar akamning do'stlari, qoshi sochoq bulut momolar, mo'ysafid ko'ksida bobolar, odamiy atolar havolar. Kelganday akamning o'zlari, keldilar yoshligi do'stlari. Opalar oilaning bekasi, borining kunduzi kechasi, akalar yorining erkasi, akamday kulga shoh ko'zlari, keldilar unutmas do'stlari. Dunyodan o'tganlar yodlanib, duoda pinhona dodlanib, yuraklar dog'lanib, zorlanib, jovdirab chorgiryon ko'zlari. Keldilar akamning do'stlari, xotira bazmini qurdilar, nijalar yoshlanib kuldilar, uchrashuv zavqini tuydilar, unutib hayotning do'stlari. Keldilar jonajon do'stlari, yoshligi ufurib jismiga, darovat mavjurib husniga, o'xshashib Muhammad qismiga, nim ko'nglim to'ldirib so'zlari. Keldilar dilshodon do'stlari, bahorni intiqib kutganlar, ayyomda to'p qo'lin tutganlar, Ahmaddek shukrona yutganlar, hayotning bulog'in ko'zlari. Bor bo'lsin akamning do'stlari, kelsinlar akamning do'stlari, kelsinlar akamning do'stlari, kelsinlar akamning do'stlari, ketmanglar akamning do'stlari. Anchadan beri kelganmiz, o'zimiz yine bizni o'zimiz ham kursdoshlarda o'qimiz. O'zi 6 ta qoldik deyapman. 2 ta erkak va 4 ta xotin qoldi. Har oyda yo'q, hozir har yilda ko'rsatib qo'yamiz. 4 kishi kelib bu oson emas ekan. Boshqa ish oson emas. Hozir men narsalar olib keltiraymi? Bu yo'lda gapirib kelganimiz nima? Men sizni juda Abdunazarman ko'p eslayman. Hali joyida. Alhamdulillah. Men yaxshida o'zi chiroyli. O'zim qulay bo'lsam. Yo'q, siz joy. O'sha. Ben aynab oldim-ku. Siz hajdan kelganingizda rosta borishni niyatim bor edi. Xo'jayinim. Yo'q. Borganman. O'shanda boradigan to'planishayotganini xabari keldi. Juda ham xursand bo'ldim. O'sha nima, Saodatni juda ko'p o'ylayman. Xonasiga ko'p kirardim. Saodat siz bilan yashaganmidingiz shunday kirardim? Ha, yashagan. Üç ay diyemem. Üç kursdaki ya doğru mu? Üçte birlikte birga yashaganmiz.
Üçte nima bilan xolis bilan bu ham turmushga chiqqan bolali bo'lgan xolis bilan Klub ekani doim televizordan ko'rib buni hamma keltiradi. yaqinda ham juda ishgan Muhammad keladi. Muhammad hozir bunaqa nima qiladiganlar yo'q deb gapirdim 3-4 kun bo'ldi. Ada ketyapti dedi xo'jayinga. Voy ayamni o'rtog'ida, ayamni o'rtog'isi, ayamni o'rtog'i shunaqa dada chiqib ketyapti nimaga. Dedik, aya ko'rdingizmi? Dedi, voy ko'rganim yo'q deb keyin. Voy ko'rmay qolsam desam, bir kun yana qaytarib berdi, ko'rdim. Buruvi anu battin nimasini tashlashni aytmadi, bilmadi. Lakazami. Nima o'g'li o'rtog'imi qilib Assalomu alaykum. Ben boraman, Zanima. Zanima ben Yaxshi var, yumurtaydi. Ko'pchilikka bo'lib Kechmisilar? Allohga shukr, sekin yuribmiz. Diydor g'animatdir. Juda yaxshi o'tirgan. Shu yerda maqboxon topgan ekanda. Yana bormi o'g'illarda? Saidahmad sotib oldi, bor. Keyin Xushvaqt bor, Sobirjon bor. Xushvaqt. Nima? Qashqadaryolik. Qashqadaryo. Bor, keladi hozir. Kecha kelib Her kuni kellere şu yaptı. Xudo xohlasa niyat Sekin sekin koyuyoruz. Oturuyoruz. Oturing. Yukarıya koy. Yo'ling men arulaman. Ayting hocam. Har biriga shunaqa ko'rish nasib qilsin. Yo'qam. Qayta Allahu akbar. Hali qarang o'zgarishga. Ro'mol o'yadi o'yadi. Ular jinoyatchini qidiribdi. O'sha bo'lsa, shanti bu qaysi Qayerdadir birov kelganda
sizni ro'mol yoqini eslaysiz. Ha, mana aytaydi, shanti dedi. Shanti, shanti. Ha. Shanti deb gapirardi. Qani o'sha gapni Yok. Ayollar pastı burada. Gelin. Tilla sen gidip doktoruna sıkışıyor ya. Endi bu Ami bitti yana omin qorilar qani. Yangiga super yangiga super yo hayronsizlik rahmatga yo achchiqroq Rabbim Alloh shundan kunlar yetkazganiga beadad behisob shukrlarni bersin. Allohim eng dunyodagi eng chiroyli kun shu bugun bo'lsin. Do'stlarni diydorlashi bo'lsin ilohim. Hammani xonadoni tinch, omon, sog'. Tinchlikka hech narsa yetmaydi, sog'likka hech narsa yetmaydi. Oilamiz tinch, sog' bo'lgandagina yuragimizga bundan yurishlar sig'adi. Ilohim qadam bosib kelgan hamma mehmonlarimizni qalblarida nima talab maqsadlar bo'lsa, Alloh o'zib bersin. Xudoyo xudovondan bundan bariga har bandani topgani yaxshi kunlarga, hajlarga nasib qilsin. Farzandlarini baxt kamolini ko'rishga yetkazsin Xudoyo xudovondan. Yanagi yillarga ham sog' salomat ko'rishlikni hammamizga Voy o'rtog'im, tinib tinchimagan. Kim yaxshi shay aytsa, doim mana shunday uchrashuvlarga yuzlab yillar yana o'zing nasib etavergin. Allohim ko'ngillarimizda neki orzu istaklar bo'lsa o'zing osonlik bilan erishtirgin. Sendan so'ragan, so'ramagan, biz bilgan, bilmagan barcha yaxshiliklaringning eng yaxshilarini, eng chiroylilarini, eng xayratlarga to'lalarini butun mana shu bizlar bir oilamiz endi. Hammamizni boshimizdan ayame sochingni o'zingdan. Amin. Amin. Allohim bizga shuncha umr berding. Bergan umring uchun o'zingga shukr. O'zingga beadad shukrlar bo'lsin.
O'zingga hamdu sanolar bo'lsin. Endi sog'ligimizni mustahkam qilgaysan, iymonimizni bulut qilgaysan, umrimizni uzoq qilgaysan, rizqimizni keng va mo'l qilgaysan. Qiladigan ishlarimizni xayrini, barakatini bergaysan. Bolalarimizni, nabiralarimizni, chevaralarimizni, ivorat diyoralarimizni rohatini ko'rib mazza qilib yashashni bizlarga nasib etgaysan. Mana shu shoshib turdiribsan shu bugun. Yana shunday uchrashuvlardan yuzlab nasib etgaysan. Innaka Hamidum Majid. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Endi hozir ham o'zi mana prezidentimiz endi ilmga 3 yil ko'ringan bir e'tiborni endi kuchaytirib bordi. Endi hozir ilmiy ish qiladigan odamlar davr Oralda borinki 15 yil, 20 yil ilm ahliga e'tibor bo'lmadi. O'shanda ko'p olimlar, ko'p ustozlar chiqdi. Başkanlıkla gapirolmayman. Niyetler bor dedi. Shunga ishonma. Xudoning o'zi bergan vaqti bo'ladi. Shuni Xudo bizga xabar berdi. Oylar şeyler masası var. Oylar. Mana. Yer rahmat. Xudodan hammani. Deyapman. O'ylaydigan narsalarimiz Mana hoji aka qorlar chiqadi, olinglarchi bismillah. Mayli, shundan boshqa chiqmasin. Biz oyasini bilaman. Biz ertaroq boshlagan. Hayot tashvishlarini, quvonchlarini. Shukr. Suygan hayotda mashhurman. Hamma o'lganiga shukr. Shularni oz bo'lsa ham kam qilmaganiga shukr. Amin, amin. Hammani sinovni berdi, bermagani yo'q. Yo'q, ko'rdik. Lekin sabrimiz oz bo'lsa hortmaganiga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rosa og'ridi hachchaqon, haqiqatan nihoyatda og'ridi. Hamishagidek juda aqllisan. Beva. Bunga ancha hayot edi. Hocalarni tanishtiryaptilar. Assalomu rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bolalar yaxshimi? Rahmat. Ya assalomu alaykum. Bu nimadan? Unaqada bitta maqola professorlar ko'p. O'sha Rossiya Fanlar akademiyasiga muhim a'zo. Ustozim ham shunaqa bo'lgan ekan. Xudoga shukr, mana ustozim bo'ldi. Ranjon ustozi yo'l beryapti. Bir ko'rib qo'ying, so'rab qo'ying.
Muhabbat simvolisizlar. Ölmez başkaca bu. O'shani bir rosi bo'larkan. O'zim ekan. bitta duo qiling. Ilohim amin. Tinchlik omonlik bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, xonadonlari obod bo'lsin. Farzandlarimiz iloyim umrlari uzoq bo'lib, ota-onalariga yo'ldosh bo'lib yursin. Ularning rohatini ko'rish har qaysi ota-onaga buyursin. Qolganlari faqat yaxshi kunlarga buyursin. Allohumma fid dunyo hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatika. Sig'masdi. Omma televizorda doim muhtarama bilan sizni ko'rib Endi qatnashib turinglar. Xatorimizdan xato bo'lmaydi. Ko'rgandan keyin mehr ko'zda-ku. Albatta qatnashadi. Shu ma'no Arjon ekanman. Bas, siz o'zgarmabsiz. Mana Shundan mazali yaqin tamam. Kuyucu rüyasını hem kereyim emas, hem kereyim emas dedim. Ahını hem kereyim emas. Kereyim emas, sana soran kereyim emas. O'zgaribsan deysan. Ha, Ustozimiz. Sizimga hakim. Ustoz, o'zini aparasini o'qiyman. Bu niyatdan dadima. Qaysini? Kenjan, Shohli. O'rtajo'manga o'sha nimani Qo'yman dedim. Ben yozardım, yozmayapman. Bilmayapman haqiqatan. Tayyorgarlikka vaqtim bo'lmadi. Yaxshi o'qigan biri ayollar, qizlarni yaxshi ko'radi. Yetim bo'lsa, juda Nima ta'lim qilaman dedim. Yana men ha nimaga
ichki ishlar akademiyasini bitirgandan keyin albatta milisa bo'lib ishlash kerak ekanda. Ishlamagani uchunmi? Bu xohlamadi. Shunday qiyin qilib qo'yibdi, attestatsiya qilib, shunaqa qiynalishyapti, geografiya bundoq o'qimadi. Qaysi bir fandan o'qimabdi, shunaqa savollar beryapti ekan. Buni o'qilguncha vaqt o'tib ketib qolyapti ekanda, o'shani o'zida Mashinadan tushishlari bilan suyunchoq keladi. Xursand bo'lib ketdi. Xursand bo'lib ketdi. Qalaydan chiqadi. Osman'dan çıktım. Atar mı yapsam? Osman'dan çıktım. Afrika payda olmaz. Afraş kamala gidiyor. Fiyat soran bu. Ko'rish qo'yman bola. Keyin men yo'lni ochilib hajga ketdim. O'sha yili. O'sha yil edi-da. Xudoga shukr. Hammalari yaxshimi? Mahalla ko'ylar, qarindoshlar. Ha, shunaqa ekan. Ashiraga yaxshi borib keldingizmi? O'shanda Jichamanda uzrli sabab borolmadim. O'tgan yili salomlarimni aytdim. Ha. Nima, Ahmadjon siz rasmga olyapti. Ko'zimda jicha muammo bor uchun endi derazani orqasidan qarab turaman. O'tirib. Tadbir bo'ldimi? Kechagidami? Birinchi qatorda o'tirgan ekansiz. Obro' baravarcha. Nimaga? Mana bu 9-mayga bag'ishlab. Yigirma birda naqd o'zi. 25 sizga. 26 sizga. Sizga 24 yosh. Sen pas Sizga 25 yosh. Mahbuban chaqirishyapti. Ana. Sen pas Borlaringizga shukr. Onorgul ko'rganimizdan xursandmiz sizni. Sog' salom. Men o'zim imkoniyat bilan saqlab sizga tashlayman. Qanday bo'lsa ham videoga olsalaring juda ko'p rasm chiqadi o'sha videoda. Rasmga olmanglar, videoga olinglar. Hozir rasmga olay, keyin videoga ham olay. Bo'laveradi. Keyin rasmlar tashlanyapti.
Sotamiz. Pensiyadan jo'natamiz. Qanaqa kanalga tushadi? Katta ko'ramiz aka. Telegram. Kursdoshlarga tashlaymiz. Kursdoshlarga tashlang. Chiroyli qilib oldi. Videomi? Tursun Kur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم سوء السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Birodarlarimizga, bu qizlarimizdan o'tgan, bizlardan o'tgan marhum marhumalarni ruhlariga bag'ishlaylik. Xosatan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hazratlariga hidoya qildik. Payg'ambarimiz shahodatdan nasib etgan barcha ashab-ı kiram, azvoj mutahharatlarni, tabi'i salaf solihlarimizni, avliyo Iron tariqatlarimizni o'zing rahmat qilin. Qolganlarimizga tinchlik, omonlik, xotirjamlik ato qil. Xonadonlarimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, yaxshilik kunlar bo'lsin. Mana bir yilda bir marta shu yaxshi kunda diydor ko'rishamiz ekan. Oldida shu bir-birimizni siymolarimizga aylanib eslab turadigan qadr qiymatimiz oliy ziyoda bo'lsin. Bizni yo'qlab kelgan mana ustozimiz ham tanjonlari sog' bo'lsin. Olis yurtlardan kelgan mana Qulbeka oilani boshqa qizlarimiz, birodarlarimiz hammalarini o'zing tilagi mahsullariga yetkazing. Farzandlarimizni fazli kamolini ko'raylik. Amin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar va sallallohu taala ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi ashabihi ajmain. Rahmatika ya Rahman. Katta kichik bu oshxonani xodimlari, o'zimizni qizlarimizga ham tan jon sog' bo'lsin. Alloh. Hamma ishlarni ko'rganda bo'lmadi. Rahmat. Rasmga tushishga tayyorgarlik bo'lyapti. Yoshlar yig'ilishyapti mana.
Oy kelin. Tilloxon. Siz onasi biz nima qilamiz bu yerda? Hali o'g'illariga aytib berish kerak. Misol ertak ertaning ketidan kelib qolar shom g'aflat uyqusida yotmagin ey yurak endi sira qaytmas bu yoshlik ayyom Qo'y. Aytavering 40 tashlaymiz endi. oilada tug'ilsa go'dak unga atab qo'yarlar ism gar bog'lansa ikkita yurak do'stlik deyish bo'lgandir rasm yillar umrimizga aylarmi shafqat birorta ish bormi aylagani yor tiklash mumkin barchasin faqat tiklanmagay o'chgan xotirot ey tilchi qiz qiziq savol so'rading mendan qo'shma gapga hayotimdan misol so'rading hani savol qarishsa oldimdor lekin dilda kechdi shundayin shirin bir hayol kel ikkimiz qo'shma gapni birga tuzaylik sodda gaplik o'ylaridan ko'ngil uzaylik bo'ladimi yo'q? Yo'q. Ha bo'ladi. Ikki kishi qoldi, biroz sabr. Kelishib olsana, ikki kishi qoldi. Hozir videoga tushyapsizlar, bekor turganlarni yo'q. To'xtab turing. Hozir. Men video olaman-da, nima olmayman. Rahmat, sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Oydinxon devam ketinglar, yo'llari. Ha, mayli. Sadoqxon nima turibsizda? Hammalarga qo'y so'yaman. İmom Aliyeva, Ajomi ko'tarasa. Bular shirokida turadi. Bana ham qo'shib qo'ying ya. Yes keladi. Bularni aytib beramiz. Shu vaqtga. Shu vaqtda. Sani do'stingmi? Shu. Hammalarimiz do'stimiz. Shu sizlardan tushgan. Shu vaqt qachon boramiz sizga? Kelishingmi mana yana? Rasmga tushaveradi. Ammo o'tirganda aytmadingda. Rasmga
nima chaqiraylik.